Assalomu alaykum kanal obunachilari. Ferma 265 nima yangilik deganlar diqqatiga. Xudo xolasa bugun kichkinagina xonamizga tavziyani ko'ramiz. Ularimiz samka soni 6 ta. Ularni qo'yganmiz. Xudo xolasa 3 oylikka yaqin. Bu bizni bomba liniyamiz. Xudo xolasa 3 ta samka bitkazamiz. Chempion samkamiz. Endi yozgi holatda pigmentlar o'sgan holatda. Xo'p. Buni qora qosh samka. Bu ham 4 ta shaxtyor bo'laveradi. Yoz holatida qoshlarni oladi. Buni olagan 5 ta, 4 ta samka bitkazamiz. O'zimiz samkani bolasi. Xudo xolasa bolalar mana original chiqqan. Shaxtyor, 100 ta shaxtyor qo'ygan. Maşallah tutamiz. Hop, bu yerda samkamiz. Bunimiz 3 ta samka bolasi bor. Xudo xolasa yaxshi sifatlangan. Qiziqqanlarga sotuvladi. Bunimiz gavarni samka. Xudo xolasa buni 6 ta bolasi bor. Yaqindagina kichkina edi bu. Bu ancha katta qotdi kesganlar. Jinsini hali ko'rmadim. Lekin yaxshi. Bitta like bosib qo'yamiz.